Alloh taolo aytadiki: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh u bandaga qiyinchiliklardan chiqib ketadigan yo'lni o'zi ochib qo'yadi va banda o'ylamagan tarafdan rizqini berib qo'yadi. Qarang, boshiga mushkul tushgan bo'lsa, taqvo qilsa, demak mushkulini Alloh o'z-o'zidan ochib qo'yadi. O'zi bilmaydi banda qayerdan keldi ochilgan. Rizqini ham keng qilib qo'yadi. U rizq qayerdan kelyapti, bandani o'zi bilmaydi. Buni sababchisi taqvo. Allohga taqvo qildimi, inshaalloh Alloh haligi bandaga chiqish yo'lini, osonlik yo'lini qilib qo'yadi va rizqini bandaning o'zi o'ylamagan tarafdan tayyor qilib qo'yadi. Ulamolarimiz mana shu oyatga juda katta e'tibor bergan, alohida bunga tafsirlar qilgan, aytilgan hammasi. Ko'p vaqtida talab ilmlar, ba'zi bir mahbub kishilar bizga nasihat qiling, bizga doim amal qilib yuradigan biror gap ayting deyishib qoladi. Men doim shuni aytaman. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yodda olinglar. Ma'nosini bilinglar. Shuni mahkam o'zingizlarga shior qilib olinglar. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Haqiqatan taqvoni mahkam ushlagan odamni Alloh taolo bu dunyodagi, mana shu dunyo hayotidagi holatiga baraka kirgizib qo'yadi, osonlikni yurgizib qo'yadi. Buni har bir odam o'zi tajribasidan o'tkazib bilishi ham mumkin. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q.